Fransuz kruasanini bugun tayyorlaymiz. Nuri, sanichi. Apparat tayyorlaymiz. Droja. Un solamiz, ozgina. Shakar solamiz. Aralashtiramiz. Tak, xamirga un, tuz, apara, shunaqa ishib chiqish kerak. Muzli, elektrli suv bo'lishi kerak. Sut. Xamirimiz shunaqa qattiq holatda bo'ladi. Bir kun tindirishga xolodilnikga qo'yamiz. Ko'rasangiz uchun yog' olamiz. Prezident yog'dan foydalanamiz. Shunaqa qilib chiroyli kesib olamiz. 750 gram prezident yog' ishlatamiz. Bir pors ko'rasan uchun. Tekis qilib, qattiq qilib yoyib olmaymiz. Bo'lsam yirtib chiqib ketib qoladi. Xamirni kurasanda yog' uchun moslab yoyib olishimiz kerak. Xamirni yoyib bo'lib bir yarim soatga marazga qo'yamiz. Qattiq qilib olamiz. Qatib ham ketmasligi kerak. Yoyilishga oson bo'lishi kerak. Xolodilnikdan chiqdi xamirimiz. Sal rezinkaroq bo'lib oldi. Muzdek -1 gradus. Xamirimizni gradusi. Silishni yog'imiz xona haroratida. O'rtasiga qo'yamiz. Yopamiz. Kitob usulida yopamiz. Orasida qolib ketishi kerak, silishni yo'q. Yog'imiz bir xil yoyilish uchun ezib chiqamiz. Va 1 metrga 30 sm qilib yoyamiz, kesamiz. Tagilash jarayoni. Bu 2 qavatli qilib taglaymiz. Bu ikki kesamiz. Bu ikkinchi yoyishimiz, yonlariga yog' yetib bormagan joylarni kesib tashlaymiz. Bittali taglash. Taglashlarga e'tibor beramiz. Bir-biriga tushadi bu. Yoydik yana bir marta. Oxirgi taglashimiz. Bu ham oddiy bo'ladi. Kesamiz, bunisini ham marazkiga qo'yamiz. Yarim soatga. Xamirni 1 metrga 30 sm yoydik. Kesdik va bo'ldik. Kurasonlarimizni rastokaga qo'yamiz. Ishib chiqdi, ko'rishlaringiz mumkin. Tuxumni surkab olib, 180 gradusda 18 minutda pishirib olamiz. 180 gradusda shunaqa qip-qizil kurasonlarimiz pishib chiqdi. Hammaga rahmat. Kelinglar, mehmon qilamiz.